ko'rsanglar bo'ladi. Muhammad ayub. Nima qilamsan? Ko'cham bu yerda? Qarabdi. Eshiting. Chiqaman. O'tmamin. Eshiting. Mana keyingi xolodilnigimiz servisimizga kelgan. Ushbu xolodilnigimizni kompressor ishdan chiqibdi. Uni birgalikda video davomida yangisiga alishtirib beramiz. Bu buzilishga sabab motor qizib ketgan hisobiga buzilgan. Qizishiga sabab esa avvalgi videoga aytganimizdek chang va xolodilnigimiz turgan joyi to'pli pol bo'ladi ko'proq. Loyihaviy xatolik yo'l qo'yishadi, xolodilnik turgan joydan to'pli polni aylantirib o'tkazmasdan ikki tomonlama qizish hisobiga motor mana xolodilnigimizda ishlarni ham yakunlab oldik. Yangi motorlarni qo'yib ishlatib, xudo xolasa sovushlari mo'tadil. Olimboy! Voy aka. Ko'ringiz qolib ketibdi, ukajonim. Men so'rovda olib keluvdim, mana.